Hürmetli vatandaş, bir sizlerge vaziyet doğrusu Leksiye söz değmez. Leksiye dese de Roza Washington'da söz değmez. Bugün Çislağ 2023 yıl 2. ayının 21. günü. Evvel sizlerge vaziyet neyse vaziyet kıl üstüde. Uygurlar şundak deyimiz ki vaziyet kıl üstüde. Belki bu kıl hazır. Karaganda üzüp taşlandı vatandaş. Nemi kasasen şundak deyimiz. Mesela bugün Latin Japonya'nın 3000 kişilik askeri kısımları Ukrayna'ya yetip berip erkinlikni qo'llash uchun jangga qatnashimiz dedi ve Ukrayna'nın hazır ciddi urush bo'layotgan rayoni Bakhmut viloyatiga yetib kelib oldingi sepda qator turdi. Belki mushu fasl bahor faslida hujumga o'tishning mezgilini kutib turgan bo'lish kerak. Latin Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden Ukraina Kiev shahrini ziyorat qilib, Ukrainaning prezidenti Zelenskiy bilan ko'rishdi va 1 milliard 500 million qiymatida dollar yordam qiladigan bo'ldi. Yaponiya ham shuningga o'xshashda 555 million dollar Ukrainaga harbiy yordam beradigan bo'ldi. Muşularni vaziyet desek, birinci qadamni bosgan davlat Yaponiya. Osiyodan kelib, Ukrainada Rossiyaga qarshi, ochiq aytsak, ayni chog'dagi Rossiyaga qarshi urushning davomi sifatida bugun Ukraina zamin va tuproqlarida Yaponiya armiyasi Rossiya armiyasiga qarshi jangga kirish oldi turibdi. Erkinlikni qo'llash uchun jangga kirish oldi turibdi. Mana bu vaziyatning keskinligi vaziyatning o'zgarishidir. Uning ustiga hozir Johnsonga vaziyat to'g'risida nima dedi? Diqqat vatandosh. Vaziyat intayin nozuk ve intayin ig'ir. Xi Jinping güzel ve mükemmel mag'lubiyatga yuzlangandan keyin xatarga tavakkul qilishga bel bog'lar. Gördünüz vatandaş, mana vaziyat 2. ayının 21. günü YouTube Johnson'ca. Endi sizlerge söyleyeceğimiz mavzumunda vatandaş. Ekranda görünüyor. Avval Prezident Vladimir Putin'i öldürüp, ondan Xi Jinping'ni köpçük et. Mavzuluk video film mundaq görüsüldü. Amerika Jungo kuch elişivatıdır. Prezident Joe Biden, Prezident Zelenskiy bilan görüştü. Wang Yi Moskvaga kelib, Prezident Vladimir Putin bilan görüştü. New York vaqt tahlil qildi, köpçük et. Soğuk münasebetler vuruşundan ibaret koni yo'lga qaytib kelish. Pulga qaraydigan yillar. 8'den saat 8'den 14 minut o'tganda 2. ayının 21. günü YouTube Johnson'ca. Yo'q, Johnson'ca emas bu. Pul qaraydigan yillar Tayvanninki. 2. ayının 21. günü. Ekranda Rossiya bilan Jungo ittifoqlashadigan bo'lsa, ekranda chiqqan xat dünya urush partlaydi. Xi Jinping armiyasiga ishonmayotdi. Bir xabar to'ydi. Ikkinchi xabar vatandoshim, jiddiy xabar. Jungo Kompartiyasi Rossiyaning tajovuzchilik urushini umumyuzlik qo'llaydigan bo'ldi. Echildi, yeshildi, kesildi, vaziyat oshkorladi degan gap. Uzak, yani Android, milik, üskine asbobla, odamsiz aeroplan, harbiyle, ozuq, to'liki, hammani to'liq ta'minlaydigan bo'ldi. Chimpokom 2. ayının 21. günü YouTube. Yana bir xabar.
ekranda Vladimir Putin ve Xi Jinping tuyuq yolga kirib qoldi. Xas xabar. Prezident Joe Biden Ukraynani tuyuqsiz yarat qildi. 1 milyard 530 milyon dollar yordam qildigan bo'ldi. Ukraynaga Rossiya qetibli turibli qoldi. Amerika jungo o'tirisida yangi hang paydo bo'ldi. Ko'pchilik pulni qaraydigan yillar 38 minut ilgari 2-21 kuni yo'tadi. Yana bir xabar. Vladimir Putin ham qo'l salmoqchi. Jungo kompartiyasi ishga boshdan qisilib qoldi. Ekranda mavzuli xabarda bunday ko'rsatildi. Oxirgi vaqt yetib keldi. Undash. Prezident Vladimir Putin ham qo'l soldi. Qaraganda Xi Jinping tezda gumron bo'ldi. Umid sadasi televiziyasi 38 minut ilgari 2-21 kuni yo'tib. Yani bir xabar. Ekranda Amerika Xi Jinping'e en qattiq ogohlantirish berdi. 2 undash belgisi. Amerika Moliya Ministerligi pul muomala yadro quroli bilan ogohlantirish berdi. Undash. Rossiyaga yordam beradigan bo'lsang, Jungoning G'arb dunyosi bilan bo'lgan barliq pul aloqa munosabatlarini uzib tashlaymiz. Ko'pchilik Prezident Vladimir Putin yadro qurollari kelishimidan chekinib chiqdi. Tez xabar. 2-21 kuni yo'tab mashan xabarlari. Yana bir xabar. 3000 nafar Yaponiyaning askariy qismlari Ukraynaga oldingi safga yurib ketdi. İnsaniyatning erkinligi uchun jang qilamiz dedi. Rossiya o'qchicha partiya doiralari, Rossiya armiyasining doiralari, doiralari emas. Rossiya armiyasining Ukraynaga taslim bo'lishini murojaat qildi. Canlandan nazari 2-ayning 21 kuni yo'tib 54 minut ilgari. Yana bir xabar. Wang Yi, Jungoning diplomati Wang Yi yana tuhfa qo'shdi. Washington pochtasi gazeti Myunxenda Amerika qo'l uzatsa, Wang Yi silkivatdi dedi. Amerikaning Birleşken Devletler Teşkilatı turistlik vakili qattiq ogohlantirish berdi. Rossiyaga qurol yarog' yordam qilish qizil siziqdan o'tib ketganlikdir. Jonghua imperiyasining maxfiyatligi mundaq. Deydi, Jungoda quldarlar, ya'ni huquqdorlar, hokimiyat beshidikilar chet elga yuzsizlik qilmasa, Jungoda hukumat og'dirilmaydi. Mashan xabarlari YouTube 2-21 kun. Bunun yoshirin ma'nosi nima? Hozir Jungoda quldarlar, imtiyozliqlar, pul topqanlar, huquqqa erishganlar hozir yuzini o'rdi. G'arb dunyosi yaxshilik qildi, lekin Jungo yuzini o'rdi. Endi Jungoda hokimiyat og'dirildi. Devir ve zaman olmuşdu deganlikdir. Bu Jungoning maxfiyatligi, yani Jungoning an'anasi. Ama xulosla paqayli Stalin shuncha qildi, qo'llab keldi, qurol, yarog', dollar, pul, odam ve askariy qismlardan tortib hatto sharq shimolda qurib harbiy bazgacha. Mao Zedong 1960-yil Sovet ittifoqidan yuz o'rdi. Amerikaning qo'yniga o'zini atdi. Amerikaning pochig'ini quchoqladi. Amerika rahim qildi. Odamigarchilik qildi. Odamigarchilik qo'shimcha siyosat bilan muomala qildi. 40 yil, 45 yil. İslahat ishni bitish. Deng Xiaopingning siyosati deydi ba'zilar taxabani katak kashani. Jungoda siyosat bilan da adash.
Bu siyasetni Cüngü taqdim qilgan Amerika Qo'shma Shtatlari deb kelyapmiz-ku. Sodada e'tibor berish siyosiy degan mana dal shu ishni ichib o'tish siyosiy deganlikdir. Vatandosh oxiri nima qildi? Xuyabon nima Javziyan Jiang Zemin o'tib ketdi. Hojintov o'tib ketdi. Yana birisi o'tib ketdi. Reis Xi Jinpingga kelganda hammani og'dirib tashlab, yuzni o'rib, keynini qilib, Amerika Qo'shma Shtatlari boshchiligidagi G'arb dunyosi aldiriga o'z xatir qilmadi, yuzsizlik qildi vatandoshim. Endi bugun kun kelganda, Tünügüllerden Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Antony Blinken debdiki, Cüngü intayin xatarlik ofatga yuzlanadi. La hüküm, siyasi hüküm. Hani demek hozir siz endi vaziyatni mushundoq ko'rdingiz, mushundoq kuzatisiz va mushundoq xalqaro paketlar, vaziyat paketlari asosida tahlil qilasiz. O'zingiz tahlil qilib baqing vatandosh, mayli 80 yil yoki 100 yil deyli. 1945-8 ayning 15-kuni Yaponiya taslim bo'lishlar Ulug' okean urushi oxirlashdi deyli. Bugun Yaponiyaning armiyasi 3000 kishilik askariy qo'shin Ukrainaga. Yani Ukrainada Bakhmut urush maydoni oldingi sepiga yetib keldi. Endi vaziyatimizning boshqa bir qismi ikkinchi shakli va yoki uchinchi shakli taqozo va muqarrarlik ichida yetib kelayotgan vaziyatning uchinchi xil shakli bugun Yaponiyaning 3000 kishilik muntazam armiyasi Ukraina Bakhmut rayoniga kirdi. Bahor fasllik hujumga tayyor turibdi. Rossiya armiyasi bilan ilishga tayyor turibdi. Mana bu sizlarga so'zlaydigan bugungi vaziyatimiz vatandosh.